Qanday yaxshimisan? Charchamaysan? Bayramlaring bilan. Nevaralarimga nima olsam bo'lar-ekan, bir podarka xursand bo'lib ketadigan narsalaring bormi? Ha, bor mana. Mana shu ikkalasi podarka yangi yilga. O, chiroyli ekan-ku. Ichida nima? Yaxshimi narsalari? Hamma narsasi bor, hamma narsa. Qani bo'lmasam-chi, ani yashilidan ikkita berdi. Ani katta nevaramga o'la qolsa, qizilidan bitta bera qolginchi. Hop. Ani snikers ham bormi? Hamma narsasi bor. Ha, bo'l, qani olib berchi. Mana. Nech pul bo'ldi bu? 3 tasi 300 ming so'm bo'ladi. 300 ming? Ha. Bayram ustida majmua yasatamanmi deyman-da. Ha. O'zimcha menga qara. Hozir yonida pul olib kelmanman-da. Yozib qo'ygan, keyin to'lab ketaman. Amaki, men sizni taniyman. Tanimasanglar yozib qo'yib, begona odam deganda yozib qo'y, 300 ming so'm yozib qo'ysang bo'ladi. Yo'q, bizga mumkin emas deb bu narsa. Yozib qo'yib ursang bo'lardi endi. Sanamcha tanay to'dingda. Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshimisan? Charchamang. Bormisan? Anaqa urishib qo'y. Yangi yil bilan. Rahmat o'zingizga. Siz charchasan. Ha, bir yangi yilga mayda shunda olay deb kelgandim, tushunsiz? Rahmat. Mana qarang. Anu 1 million qarzingizni qachon berasiz? Esimga tushib qoldi. Beraman. Mana oylik chiqqanda birinchi bo'lib beraman. Hozir seni o'zi kelsayin deb turdim, qara Xudoning o'zi yetkazdi. Men bilan oldim. Pulim uyda qolib ketganda endi 300 ming so'm ekan. Nima bu? Bolaga podarkami? Ha, o'sha podarkam 300 ming so'm bo'pti. Shuni to'lab olgan, shu 1 milliongacha 1 million 300 qilib, shu oylik chiqishini birinchi sandan qutilaman. Esimda turibdi bu. Aniqmi? Aniq. Mana shu yangi yildan keyin shu oyligim chiqadi. Mana, men berib yuboradi bo'ldi. Xo'p, rahmat. Baraka top. Terminal bormi? Ha, plastikdan yechib oling. To'lama. Bo'l ukam. Chiqqina yangi yilda bir banglatamiz a? Xo'p, aka, esingizdan chiqib qolmasin, aka. Ha, bo'ldi, 1 million 300 bo'ldi. Mahmudjon. Keling, aka, assalomu alaykum. Hop, sochingizni kattalikmi? Tartan yechib oling. Nega kayfiyatingiz yo'q o'zi? Men magazinga kirdim. Hop. Ulug'bek ham ko'rib qoldim. Siz ani mahalla boshlig'i Ulug'bek ekanmi? 1 million qarzlari bor edi. Ani bolalarga podarkalar olgan ekanlar. 300 ming berib tur, anu qarzim bilan 1 million 300 bo'ladi. Oylik chiqqanda beraman deb. Xullas 300 ga a'zo qildilar, o'sha 1 million 300 bo'ldi-da. Ulug'bek aka mendan 2 million olganlar-ku. Oyligim chiqsa beraman deb. Voy, sendan olganmi? Voy, Tamal olib kirdim o'z magazinga. Sizdan 1 million 300 qarzlar bo'lsa, mendan 2 million qarzlar bo'lsa, qachon oyliklar chiqadi, qachon beradi? Shuni telefon qilib qo'ying, aka. His qilaychi. Nomerlar bormi? Bosh og'riq bo'ldi, bor. Alo. Alo. Ulug'bek aka. O, Oyligingiz qachon chiqadi o'zi? oyligim shu keyingi oyga chiqsa kerak. Mahmuddan ham 2 million olgan ekansiz, aka. Hoppa, darrov yetdimi? Bunaqa qachon berasiz qarzingizni, aka? Mendan 1 million 300, Mahmuddan 2 million. Ha, oyliga chiqishni sirada 2 million qilaman, hozir. O'zi qayerda ishlaysiz o'zi? Hozir chiqib ishlamayman, ishim yo'q-ku. Shu ish qilib yuraman. Qayerga ishga kelsam, birinchi chiqqan oylikdan 2 million qilaman, bo'ldimi? Voy, nima?